Siz tiriksizmi? Tirikman deb o'ylayapsizmi? Yashayapman deb o'ylayapsizmi? Men hamma hayot imkoniyatlarini ochdim deb o'ylayapsizmi? Keling, hozir o'tkazib yubormang. Men hayotim haqida gapirib beraman va siz buni analiz qilib olasiz o'zingiz uchun. Siz eshitgansiz, hozir IT shunaqa rivojlanib ketgan. Robotlar haqida eshitgansiz, Siz texnologik robotlar haqida eshitgansiz. No, tirik robotlar haqida eshitganmisiz? Tirik yashayapti, o'zicha yashayapman deyapti. No robot. Eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz tanishing. Men ana shunaqa robotlardan biri bo'lganman. Bilasizmi? Tiriklik qanaqa keladi? Tana va ruhi birligida tiriklik keladi. Siz o'ylamang, bu psixologmi qanaqa? Ha, psixologman, hujjatlarim, diplom, hamma narsa bor. No, men ayolman. Keling, meni shunaqa eshitingki, oddiy ayol yana bir ayolga gapirib beryapti. Nomlar, ramkalardan bo'g'ilaman va davom etaman. Men angladimki, men o'ylashni boshladim,ki nima u tiriklik o'zi? Sababi menga bir inson 3 yil avval bir gap aytdi. Men seni ko'rsam dedi, o'likka ko'rganday bo'laman dedi. Hech joning yo'q. Ichingda joning yo'q. Na gaplaringda maza bor. Na bir qiladigan ishingda maza bor. Na bir yurishingda, turishingda maza bor. Shunchaki o'lik robot ketayotgandek deganida, men mana shu gapni eshitganimda, men ustozim aytgandida shu gapni eshitdim va men 3 yil yo'q bo'lib ketdim. Izlandim, yashadim, hayot kechirdim va men anglashni boshladim. Asl tiriklik nima? Asl yashash nima? Keling, buni psixologik tushuntirib bermang. Hamma bu terminlardan charchadi. Ayol bir ayolga gapiryapti deb eshiting faqat. Tiriklik meni tanam va meni ruhim birligida keladi. His qilyapsizmi? Ruhim birligida keladi. No, menda shunaqa bir dard, bir og'riq bo'lganki, menda turmush o'rtog'imni yo'qotib qo'yishdan juda ham katta qo'rquvim bo'lgan. Va bu sizga qiziq bo'lsa, birdan aytib o'tib ketay. Shunaqa kurs tayyorlaganman u haqida deydi-ku. Mayli, hazillaydi. Shunaqa qo'rqqanmanki, men o'ylaganman, agar men o'zimni salgina ochadigan bo'lsam, men yo'qotib qo'yaman bu insonni deb o'ylaganman. Va bu qo'rquv, chunki o'zi ham yaxshi insonda, juda ham yaxshi inson. Eshitganlar yana o'ylamasin, qanaqa bir holat ekan, yo'q, juda ham yaxshi inson ekanlarki, shu qadar yaxshi ko'rganman va sevgim ustunligidan ko'zlarim ko'r bo'lib qolishi natijasida men o'zim unutib qo'yganman. O'zim o'ldirib qo'yganman. U inson qanaqa kulishimni xohlasalar, men shunaqa kulganman. Ular qanaqa gapirishimni xohlasalar, shunaqa gapirganman. Qanaqa kiyinishimni xohlaydilar, oilada qanaqa tutishimni xohlaydilar o'zimni. Men to'liq shunga aylanganman. Va bir kun menga shunaqa tashxis qo'yildi. Chunki men tanaydim. Meni ruhimni yopgandimda, kulishlarimni, hislarimni hammasini men shuni yopgandimda, men robotga aylanib, ular aytgandek men harakatlanishni boshlagandim. Sevgim kuchi sabab. Menga shunaqa tashxis qo'yildiki, mana shu zob buqo bilan bog'liq juda ham qattiq kasallik qo'yildi menga. Shunaqa joyga kelib qoldimki, endi unga tushuntirib berilyapti-da, xafa bo'lishingiz mumkin emas. Emotsiyalar, qarang, vrach aytayapti. Ma'lumotli vrach. Qarang, men bilaman bo'lmasa hammasini. Hislaringni ochasan, qalbingni ochasan, yig'laging kelsa sразу yig'laysan, kulging kelsa sразу kulasan, hamma narsani ochasan. Baxtli bo'lasan. Menga, ya'ni u orqali menga kim aytayapti? Alloh aytayapti. Men seni robot bo'lish uchun yaratmadim. Men seni tiriklik uchun yaratdim. Men seni yashash uchun yaratdim. Men qaradim, nima qilaman? Boshda sevgim bir tomon, sog'ligim bir tomon. Keyin men o'zimni tanlaymanmi albatta. Qaysi bir jamiyatda yashab turgan ayol o'zini tanlaydi. Yana erimni tanlaymanmi? Oilamni tanlaymanmi? Men yo'q bo'lib ketdim va kasallik menda zo'rayib ketishni boshladi. Bir kun shunaqa anglash oldimki, yo Alloh, men hali yashamadim-ku. Shoshmay tur dedim. Men hali yashamadim dedim. Men hali hech kim bilmaydi meni aslida qanaqa kulaman. Hech kim bilmaydi. Men aslida qanaqa ayolman. Men nimalarni yarata olaman?
man qanaqa kitob yoza olaman, man juda ham ijodni yaxshi ko'raman-da. Man nima qila olaman? Man uyda o'zim xohlab qanaqa uy yarata olaman? Hali uni hech kim ko'rmadi-ku dedim. Shunda joy namoziga yotdim-da, "Yo Alloh" dedim, "Men taslimman" dedim. Ha dedim, sevgim juda ham qattiq dedim. Lekin men sevgimni tanlabman, men tuzoqni tanlabman-da, seni unutibman dedim. Kechir dedim, nima qilay dedim. Chunki o'sha choram qolmagandi. Yashashga imkonim qolmagandi. Sog'ligim Alloh aytdiki, "Sen tiriklay o'lishni tanladingmi?" dedi. "Ke" dedi, "Shunaqa o'ldiraman seni" dedi. "Shunaqa tiriklay, men ham o'ldirib qo'yay seni" dedi. "Seni joning omonatligini. Seni men omonat tushirgandim" dedi va menda transformatsiyalar boshlandi. Qattiq transformatsiyalar boshlandi. Keyin meni ko'zlarim ochilishni boshladi. Men shunaqa ko'p narsaga qiziqar ekanman. Men shunaqa ko'p narsani qila olar ekanman. Men ungacha mavjud edim, mana shu ism sharifli, mana shu insonni ayoli sifatida. Mana shu rahbarni ayoli sifatida meni hamma tanirdi. Jamiyatda ham men shunaqa mavqedagi kelin bo'lganman, men shunaqa kelin edim. Kimnidir kelini bo'lganim uchun, onamni qizi bo'lgani uchun, mana shu erkakki ayoli bo'lganim uchun. Lekin latofat insonlik, Alloh yaratgan inson borligini, u ham nimalardir qila olishini, qo'lidan kelishini. Siz aytishingiz mumkin, hamma shu o'y xayolda. Yo'q, men maksimal chidadim. Ishonyapsizmi? Men maksimal darajada oxirigacha o'zimni chidatdim. Tinchlan. Psixologiyada o'qidim deganing hammani tashlab yig'ishtirib ketasanmi? Yo'q. Bilasizmi, ba'zi insonlar shunaqa buyuk missiya bilan kelishar ekanda. Ba'zi insonlar shunaqa kuchli missiya bilan keladi, ular vazifasini qilish kerak-da. Ular vazifasini qilmayaptimi? Allohim qaraydi, belgi beradi. Bolalarim kasal bo'ldi, men bilmadim, boshqa bo'ldi, men bilmadim. O'zim yopurdim-ku maksimal darajada. O'zimga o'xshab tirilishni xohlagan, qayta tug'ilishni xohlaganlar uchun shunaqa bir kurs demay, asar yaratdim, javohir yaratdimki, ko'rishni xohlasangiz, ishonasizmi, shunaqa imkoniyat qildimki, bir obyektda ham pul emasda. Keling, video tagida hamma ma'lumot qoldiraman, menga bog'laning. Qayta tug'ilmoq uchun va men bilan birga ketmoq uchun. Chunki buni o'zini transformatsiyalari bor, energiya kerak. Faqat sizga bilim kerak emas, hech narsa ortiqcha. Energiya kerak. Qo'lingizdan ushlab turish kerak. Keling, birga davom etamiz.